Assalomu alaykum ko'pchilik, yaxshimisizlar? Bugun men bu filmda Amerika siyosat belgilgüchilari nazaridagi Uyg'urlar kim degan tema to'g'risida to'xtalmoqchiman. Hamda oldi bilan ularning nazaridagi Uyg'urlar kim deyishdan burun, ya'ni Amerika siyosat belgilgüchilari zoti kim degan savolga javob berishim to'g'ri keldi. Amerikadagi siyosat belgilgüchilar, ya'ni Congress a'zolari yoki Uyg'ur tilida palata a'zolari deb ataladi. Bu Congress, ya'ni Amerikaning davlat ichi va xalqaro munosabatlaridagi har turli qonunlarni loyihalash va uni bekitish mas'ul asosli funksiyasi shu bir. Uningdan boshqa yana Amerika hukumatining davlatni idora qilishini nazorat qilish funksiyasiga ega bir organ. Boshqa davlatlarda parlament yoki xalq qurultiyi deb ataladi, hamda Amerikada Congress, ya'ni palata deb ataladi. Hamda bu Congress, ya'ni bu palata Amerikada ikki darajaga ayrilgan. Biri yuqori palata, ya'ni Senate. Yana birisi avam palata, ya'ni Congress. Bu ikkisining birlashmasini Congress mi deb ataverdi. Bu Senate, ya'ni yuqori palatada 100 nafar a'zo bo'ladi. 50 shtatning har birisidan 2 nafardan a'zo saylamga qatnashib qutib chiqqan 2 nafar a'zo 6 yil vaqt ya'ni shu yuqori palata a'zolik vazifasini o'taydi. Bir qarar demekçi. Hem de avam palatada 435 nafar a'zo bo'ladi. 50 shtatdan har bir shtatniki noposi va kuchiga asosan saylanib keladigan a'zolar. Bularning asosli bayatın degandek funksiyasi qonun turg'izish, undan boshqa hukumatningki idora qilish funksiyasini yani şunu nazorat qilish qatorliq funksiyaga ega, rolga ega demekçi. Bu yani palata a'zolari bu Amerikaning siyosatini belgilgüchilar, yani qonun chiqaruvchilar nazaridagi Uyg'urlar kim, yani ularning zodi kallasidagi, yani nazaridagi Uyg'urlar kim degan bu savolga javob berish uchun bular nimaga asoslanib Uyg'urlarni tushunadi deganni bilishga to'g'ri keldi. Hamda ularning asoslanadigan materiali nereden keldi deganda Congressional Research Service, ya'ni palatda tadqiqot markazi deydigan bir Amerikaning bir markazi bo'ladi. Ya'ni shu palatdaninki kutubxonasi, ya'ni Library of Congress deydi, ya'ni shu palatda kutubxonasining qarmaqidagi bir hukumat organi. Bu organ dal o'xshamaydigan temalar, davlat ichi yoki xalqarodagi o'xshamaydigan jug'rafiyalik o'rinlar, siyosiy kuchlar to'g'risida tadqiqot maqolalarini yezib, bu Congress a'zolari, ya'ni palata a'zolarininki har bir temada to'g'ri bo'lgan ko'z qarash yoki tushunchani hosil qilish uchun rol oynaydigan bir merkez. Hamda demak bu palata a'zolarining, ya'ni Amerikadagi siyosat belgilgüchilarning nazaridagi Uyg'urlarni bilish uchun bu, ya'ni Congressional Research Service, ya'ni palata tadqiqot markazi Uyg'urlar to'g'risidagi chiqargan materiali nima deganni bilishga to'g'ri keldi. Bular bu yil, ya'ni 2023-yil 1-oyda eng yangi bu Uyg'urlar to'g'risidagi bir parça hüccetni chiqargan bo'ldi. Bu hüccet 700 xat bilan 750 xat atrofida qisqa bir 10 abzas, qisqagina 10 abzasdan 10 atrofidagi abzasdan tashkil qilgan bir mazmun. Mushu mazmunga qaraydigan bo'lsak, buni o'qib chiqadigan bo'lsak, dal bu mushu Amerikadagi siyosat belgilgüchilar Uyg'urlarni qandaq biladiganligi va qandaq tushunadiganligi, ularning nazaridagi Uyg'urlarning kim ekanligini biz bila olamiz. Men buni o'qish jarayonida bir qancha abzaslar menga alohida diqqatimni tortdi. Shuni ko'pchilik bilan
Ben ortaklaşmakçı. Ben hem de bunu ortaklaşa arkalık nime maksatga yetmekçi degende Amerikadagi siyaset belgilgüçiler Uyg'urlarni yoki Uyg'urlar to'g'risida mundaq fikrga ega ekan deganni sizlar bilan o'rtoqlashay demoqchi. Shuningda ikkinchi abzasda mundaq bir gaplar uchraydi. Ya'ni Uyg'urlar turkiy tilda so'zlaydi va islom dinining sunniy mazhabining mo'tadil yoki o'ttirhol e'tiqod shaklini ilib boradi degan bir jumla uchraydi. Uningdan boshqa buningda Uyg'urlarning vatanini, yurtini ya'ni Xitoy hokimiyati atab kelgan, ya'ni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni degan so'z bilan ataydi va mundaq deydi. Odatda Xinjiang debmi atiladi, o'lka darajalik ma'muriy rayon deb tushundirdi. Ya'ni demak, Amerikadagi siyosatchilar bu rayonni biz undaqda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni desak bo'ladi ekan yoki Xinjiang deydi ekanmiz deb tushundigan gapda o'lka darajalik ma'muriy rayon Xitoyda deydi. Hamda Xitoyning umumiy yer ko'lamining 6dan birini tashkil qiladi degan jumlani o'tirib qo'ydi va 8 davlat bilan chegaralanadi. Bu rayonda mineral moddalar mo'l Xitoyda chiqadigan paxtaning umumiy paxtaning 80%dan ko'proqi bu rayonda ishlab chiqarildi. Xitoyning eng chong ko'mir va tabiiy gazi ham bu rayonda bor. Hamda Xitoy neft zapasining 5dan biri bu rayondan chiqadi. Xitoy Xalq Cumhuriyati amaldorlari bu rayonni o'zi tashabbus qilgan bir balvoq bir yo'l tashabbusining yadroliq markazi deb qaraydi degan bir abzasni o'tirib qo'ygan. Uningdan boshqa yana azroq tarix to'g'risida bir abzas uchraydi. Bu abzasda mundaq deydi. Bu rayonning hujjatlik tarixiga asoslanganda bu rayonning barliq yoki qisman joylariga Turkiy yoki Uyg'urlar hukmronlik qilgan mazgillar bo'lgan deydi. Ya'ni bu rayonning hamma yeriga yoki qisman rayonlarga Turkiy yoki Uyg'urlar hukmronlik qilgan mazgillar bo'lgan va shuning bilan birga uzun mazgil Xitoy, Mongol va Ruslarning siyosiy kontrolligi kontrolligi yoki ta'siriga uchragan degan bir jumlani o'tirib qo'ygan. Uningdan boshqa Uyg'urlar 1930 va 1940 yillarda qisqa muddatlik semi-autonomous deydi, ya'ni boshqalarga tayinib qolgan deydi. Shundaq bir Sharqiy Turkiston Cumhuriyati qurishda rol o'ynagan degan bir jumlani o'tirib qo'ydi. Uni qurgan deganning o'rniga shuni qurishda rol o'ynagan. Ondan Xitoy Xalq Cumhuriyati 1949-yili bu rayonni kontrol qildi va 1955-yili Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonini rasmiy qurdi deydi. Ondan Uyg'urlarning nüfusi to'g'risida Uyg'urlar burun shu rayonning asosliq millat edi. Hozir shu rayonning umumiy ya'ni 25 million nüfusining 50%ni tashkil qildi, ya'ni yarmini tashkil qiladi. Ondan hukumat, ya'ni Xitoy hukumati uzundan buyon Xitoydagi ko'p sonliq millat bo'lgan Xitoylarning bu rayonga ko'chib kelishiga iqtisodiy jihatdan ilhom berdi. Xitoylar markaz Urumchini asos qilgan holda hozir bu rayon nüfusining 40%ni tashkil qiladi degan nuqtani o'tirib qo'ydi. Uning keyindan Uyg'urlarning beshiga kelgan bu Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga ilib borgan zulmlarini tafsiliy tushundirib buningda asosliq bir qancha cho'ng temadan tushundirdi. Ya'ni birinchisi majburiy assimilyatsiya qilishni tafsiliy tushundirgan bir abzas uchraydi. Ondan keng ko'lamda tutqun qilishni ham tushundirgan uzun abzasdan birisi, qisqaroq yana bir abzas, ya'ni 2 abzas mazmun uchraydi. Ondan majburiy emgakka selish, ya'ni Xitoyning Uyg'urlarni
majburiy emgek silishi to'g'risida abzaslar bor. Arkadan yani Amerika Qo'shma Shtatlarining mushu Xitoyning elib borgan Uyg'urlarga elib borgan zulmiga qarata qandaq inkaslarda bo'lganligi to'g'risida so'zlaydi. Ya'ni birinchi muhim inkası 2021 yılı 1. ayının 19. günü Amerika yani Tashqi ishlar ministerligi desek bo'ladi, State Department bu Tashqi ishlar idorasi Amerika'nın Xitoy Xalq Cumhuriyeti'nin bu o'tkazgan jinoyatini insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik deb bekitdi deydi. Hamda keyingi yani bu 2021 yılı 1. ayının 19. günü yani şu oldingi hukumat shundoq bekitdi. Hozirgi hukumatmi buni davomlashtirib kelyapti mushu bekitishni. Buni ham hozirgi hukumat yana bir gapni qo'shdi deydi. Yani ongoing genocide and crimes against humanity davlatı da deydi. Yani davamlaştırıvatkan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb o'tirg'i qo'ydi degan o'tirib qo'ydi. Undan boshqa Uyg'ur kishilik huquq siyasi kanuni degan qonunni 2020 yılı ma'qullaganligi va buningki tafsiloti o'tirib qo'yilgan. Yana bir qonun yani Uyg'ur majburiy emgak Uyghur Forced Labor Prevention Act yani 2021 yılı 12. ayda Uyg'urlarning majburiy emgak silishning oldini olish qonun loyihasining rasmiy qonunga aylanganligini o'tirib qo'ydi. Shu orqali majburiy emgakka munosabatli bo'lgan tovarlarni cheklaganligini o'tirib qo'ygan. Endi eng oxirida uchraydigan bir abzas alohida diqqatni tortdi. Bu abzasda asosli bu abzasga qandaq tema qo'ygan deganda kichik temasi Sharq Turkiston Islom harakati degan temani qo'yib bundaq jumlalar uchraydi. Yani Xitoy Xalq Cumhuriyeti hukumati Shi'uarida yani Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonida yuz bergan bir qism ajallik voqealarni Sharq Turkiston Islom harakati bilan bağlagan bo'lib, buni yer shari terrorlik tashkilotlari bilan munosabati bor Uyg'ur bo'lgunchi va terrorlik tashkiloti deb tasvirlagan deydi. Ya'ni Xitoy mushundaq degan bir jumlani o'tirib qo'ydi. Oqidan ba'zi mutaxassislarning deyishicha Sharq Turkiston Islom harakati oldingi asrning 90-yillarining oxiri va 2000-yillarning beshida Afg'oniston va Pokistonni asos qilgan holda kichik tarqoq tashkillangan va mablag' qiyinchiligidan qutulolmagan quroli kamchil xalqaroliq jihad tashkilotlari bilan aloqasi oz bo'lgan bir guruhga idi deydi ba'zi mutaxassislar deganni o'tirib qo'ydi. Demak, mushu orqali bu tashkilotni tonishtirdi. Oqidan ba'zi dokladlarda bu Sharqiy Turkiston Islom harakatining varisi deb atalgan Turkiston Islom partiyasi 2004 yılı barliq kelgan deyilgan degan jumlani o'tirib qo'ydi. Amerika hukumati bu Sharq Turkiston Islom harakatini 2002 yılı mundaq numurliq ma'muriy buyruqqa asosan terrorlik tashkiloti qilib bekitgan va 2004 yılı bu Sharq Turkiston Islom harakatini terrorlik guruhlarining a'zolarining Amerikaga kirishini cheklaydigan tizimlik cheklash tizimligiga kirgizgan
2020 yılga kelganda Trump hökümeti 10 yıldan köprek vaqtdan buyan Şarkı Türkistan İslam hareketinin mevcutluğunu ispatlaydigan işençlik paket yok deb bu teşkilatni terörlük gruplarının tizimlikidan chiqarib tashlagan deganni o'tirib qo'ydi. Arqadan lekin yana Birleşken Devletler Teşkilatı'nın terörlükni cheklash nazorat organlari bu tarafdagi yani bu xil bekitishda ularning ko'z qarashi farqli. Yani bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu organlari 2022 yılı bu Şarkı Türkistan İslam Hareketi yoki Türkistan İslam Partisi'nin Afganistan ve Suriye'de mevcut ekanligini dokladida bayon qilgan degan gap bilan, yani şu mazmun bilan bu Uyg'urlar to'g'risidagi bu qisqacha 700 xatlik bu maqolasini tugatadi. Endi bu maqolani o'qib chiqqandan keyin asosliqi Uyg'urlar kim, Uyg'urlarning yashaydigan yurt qayer, u joyning alohidaligi nadan nagacha, u joy kim tarafidan besib olingan, arqadan hozir Uyg'urlarning beshiga kelgan kulfatlar, zulmlar nima, ham buningga qarata Amerika qandaq inkaslarni qaytirdi deganlarni so'zlab bo'lgandan keyin haqida bu Şarkı Türkistan İslam hareketi degan bu nam bilan Xitoy shundaq atab kelgan ham bir terrorlik tashkiloti degan bir tashkilotni tafsiliy tushuntirib, uning Amerikaning bu 2020 yili undaq terrorlik tizimligidan Amerikaning bu tashkilotni chiqarib o'tganligini o'tirib qo'ygan. Demak, Uyg'urlar to'g'risidagi qisqagina mushu 700 xatlik mushu tadqiqot maqolasidan demak Amerikaning siyosatini belgilaguvchilar Uyg'urlarni shu o'zining cheklik vaqtiga asosan tushunadi yoki mushu orqali uning siyosat belgilashning birinchi qadamiga o'tadi deb tushunsak bo'ldi. Ya'ni albatta bu Senate, Congress, yani bu yuqori palata ve avam palataning ichida Uyg'urlar to'g'risida intan ko'p biladigan va doim Uyg'urlarningki masalasiga ko'ngil bo'ladigan ma'lum sondagi a'zolar bo'ldi. Uningdan boshqa yana nurg'unlari o'zininki xizmat doirasi va o'zining har kuni uchrashadigan davlat ichi, o'zining o'zi kelgan shtatlar to'g'risidagi shuning munosabatlik şu özününki ştatida yaşayotgan xalqlarninki fikriga asosan yangi qonun tuzumlarini bekitish yoki lohiyalash qatorliq ishlar bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lgandan keyin ular darholla Uyg'urlar to'g'risidagi uchurni bilmoqchi bo'lsa, dal mushu 700 xatlik mushu tadqiqot maqolasini o'qib Uyg'urlar to'g'risida tushunadi demoqchi. Ya'ni Amerikadagi siyosat belgilaguvchilar Uyg'urlarni kim deb biladi deganda bayatın deyilgan mazmunlar orqali Uyg'urlarning kimligini taniydi demoqchi. Bugungi sonimiz mushada oxirlashdi. Kelar qitimliq filmni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.